bitta qarsak bo'lsin aziz ustalarimizga. Sog' bo'lsin, ustozlarimiz omon bo'lsin, yana ilohim hamroh bo'lsin. Albatta mana shu insonlar yaxshilikka kelishdi. Hamma mana shu yerda xonadonda fayzi ko'rgan yaxshilarni tabriklarimizni ham albatta hammamiz niyatlarimizga albatta qo'shilamiz. Kelin ikki yoshimizga baxtlar tilaylik. Muhabbatdan ustun taxtlar tilaylik. Bizlar mana shunday kunga yetkazgan Tangri Allohga shukr qilaylik. Allohning rahmati bo'lsin bizlarga. Qalbimiz hidoyat nuriga to'lsin. Shukrki yetkazdi ulug' kunlarga. Allohga behisob shukrlar bo'lsin. Avvalo mana shu yaratgan Allohga behisob hamd sanolar aytib, mana shunday kuniga yetkazganga shukrlar aytib, albatta bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. O'tganlarimizni Alloh o'z rahmatiga olgan bo'lsin. Qolganlarimizni Alloh umrlarimizni ziyoda qilib, faqat mana shunday yaxshi kunlarda to'y tomoshada bir-birimiz bilan diydor ko'rib o'tirishimizni Allohdan so'rab qolamiz. Mana bugun nasib etsa mana shu aziz xonadonimizning aziz otajonlari, onajonlari nene kunlarda bir qilayotgan duolari bilan Alloh nasib etsa ushalib turgan kun. Mana daramsirda o'tirgan ajoyib ikki yoshimiz Davronbek, albatta uning ajoyib mana shu kundan boshlab go'zal ajoyib ayollar bo'lib Gulbahor singillarimiz bugun misol o'xshar ekan. Biz hammamiz oilamizdan mana shu joyda turgan do'st birodarlarimiz ustozlar Abdukarim Qalo'rov mana daramsirda o'tirgan Qassob akalarimizdan mana shu ikki yoshimizga baxt tilaymiz, omad tilaymiz. Alloh mana shu O'zbekistonda eng baxtli insonlar bo'lsa, ana shu ajoyib juftliklar qatorida chiroyli o'rinlarni Allohdan so'rab qolamiz. Albatta mana bugundan boshlab kelin-kuyovlarimizning go'zal aylana boshladi. Deyishadi go'zal oyi istaklardan. Bir oygina yetadi davom. Bizda esa yillar o'tsa ham asar oyi bo'lmaydi tamom. Bizning hayot oshiq ahlidir. Dillarida g'azal bo'ladi. Sevgi bilan qurilgan hayot so'ngigacha asal bo'ladi. Ilohim kelin-kuyovlarimiz sog' bo'lsin. Yana Alloh o'g'il bersin, qiz bersin. Yana hammamiz qatorimizda xato bo'lmasa yerda o'tirishimizni Allohdan so'rab qolamiz. Yaxshilarga qo'shilamiz. Mana endi insonlarga yaxshilar albatta bilan ustozlar ko'rishdi. Shirin niyatlar albatta eshitib qolamiz. Marhamat. To'la bo'laversin. Rahmat Davronbek sog' bo'ling. Ajoyib qo'liga yursa yigit va jon mana shu ustozlar Abdukarim niyatlar albatta hamroh bo'lsin. Mana shu xonadonga kelgan barcha aziz mehmonlar karamga xush kelibsiz. Ilohim xushbaxt bo'linglar. Hamisha hamma baxt bo'linglar. To'lib to'kilmanglar, olib o'tirmanglar. Qatoringizdan kam bo'lmanglar. Uyingizdan fayz birga, xonadoningizda to'y tomosha armasin. Albatta sizlarga izzat va hurmat. Biz aziz san'atkorlarga fayz xizmat bo'lsin. Daramizga san'atkorlar taklif qilamiz. Chiroyli kun qo'shiqlar marhamat kechamiz. Davom ettiramiz. Marhamat. Rahmat aka, to'g'ringiz bo'lsin. Qarsak bo'lsa akamga. Men nega ketib o'tsaman bo'lar ekan. Salom alaykum. Rahmat.